Mana shu videoda 55 mingta like bo'lsa, mana shu narsadan zakaz qilib konkurs qilib akalar. O, ana vosilalar. Ochiqcha bo'ldi lekin ha. Mayli, bo'lsin akalar, topamiz mana shu soatni. Topamiz, zakaz qilib yuboramiz, muammo bo'lmaydi. Qimirlamayapti bu. Ye? Qimirladi mana. Qimirladimi? Qimirlatdingmi? Qimirladi. Men qarasam nima bu 38 ming Nima sizlar podpis zapis ketyaptimi hozir? Ha, ketibdi. Nima sizlar podpiska bosmaysizlar? Loyla unaqa bo'lmaydi-ku. Necha marta aytdim, yolvorib, yalinib, har xil uslubda Javohir yalinsinmi? Yapon tilida, Xitoy tilida iltimos qilsinmi? Unaqa qilmaylar, o'rtoqlar, shundoq like bosamiz va obuna bo'lib, pastga tushib, kommentariy yozib qo'yamiz. Обязательно. Assalomu alaykum akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Kulgilation kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Davay kulishamiz rubrikasini navbatdagi sonini olishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Ko'rib turganlaridek boshidan mana bizdan videolar chiqishga boshladi. O'shaning uchun yolg'izlikda ko'ringlar, tanholikda keyin yig'lab kommentariy yozib o'tirmanglar. Qarg'anib o'tirmanglar. Bizni daxlimiz yo'q bunga umuman. Instagram ishi bu. Qaranglar, majburlab menga chiqarib 552 mingta odam like bosibdi mana shunga, misol uchun. 552 bu bechara ko'radimi? Shunaqa narsalarni ko'radi deb o'ylaysizlarmi shu bechara? O'shini ayting. Mana qarang buni. Ko'chaga chiqsa qanoti bor buni. Voy, muzikasi o'chib qoldi. Qo'ltig'ida juni bor ekan, ko'ryapsan? Yaqinlab. Juni yo'q, og'a, men deplyatsiya qilingan, просто anu kilesi qolib ketgan. Kilesi qolib ketgan jichcha, qorayib qolgan. Mana romantikani buzyapsiz-da, cho'ta. Avela. Tushib ketdi, qara. Bosh ketdi. Tiqilib qoldi, bittasi. Tiqilib qoldi, ha. Uni ovolish kerak, og'zi bilan olsa yordam kerak, yordam kerak. Muhtoj ekanda bu. So'l qilib olsa bo'ladi. Ha, men yordamga mayli endi tashlandi. Hududni obod qilgan fuqaro 82 million so'm jarimaga tortildi. Yashnobod tumanida 2 yil davomida tashlandiq yerda shaxsiy tashabbus bilan bog' barpo etgan fuqaro Arsen Avanesyan 82,4 million so'm jarimaga tortildi. Mas'ullar unga hududni yana avvalgi bo'sh va qarovsiz holatga qaytarishni buyurgan. Avanesyan ushbu yer temir yo'l yoqasi bo'lib yillar davomida qarovsiz yotganini aytadi. U 2022 yildan boshlab hududni tozalab, o'z mablag'i hisobidan daraxt va ko'chatlar ekkan, yo'laklar qilgan, o'rindiqlar o'rnatgan, yoritish tizimi, video kuzatuv hamda sug'orish kommunikatsiyalarini o'rnatgan. Unga ko'ra 1,5 mingdan ortiq ko'chat ekilgan, lekin suv ta'minoti muammolari sababli ularning yarmi qurib qolgan. Mahalla va qo'shnilardan 300 ga yaqin kishi obodonlashtirishda ko'mak bergan. Ishlar uchun jami 1 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan. Ushbu ishlar boshlanishidan oldin mahalla qo'mitasi bilan kelishganini, qo'shnilar va hokimiyat vakillari ham bu tashabbusdan xabardor bo'lganini ta'kidlaydi. Biroq tekshiruvlardan so'ng mas'ul idoralar uning faoliyatini yer qonunchiligini buzish deb baholadi va jarima qo'lladi. Endilikda bog'ni buzib, hududni avvalgi holiga qaytarish talabi qo'yilgan. Hozircha davlat idoralari bu holat yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Nega bir daraxt ekib odamlar o'tiradigan joy qilib qo'ysa, ya bu endi Javohir bu juda yumshoq qilishibdi-da. 82 dedimi, 72 dedimi? 82 million. Otish kerak edi uni. Otish kerak edi. Yoki qamash kerak edi umrbodga. Shu ham jazomi onasini emsa daraxt ekkanga 82 zo'rlaganlar uy qamog'iga berilyapti. Nima bu? Yurish kerak. To'g'rimi akalar? Baraka topsin. Baraka topsin shu anoni o'ylab topgan odam. Zo'rlik. Maras. Boyaga vaziyat qo'liga tekkanda qilmadi. Lekin og'a orqada ekan-ku qo'li. Qo'li orqada edi, shunaqa. Orqaga cho'zibdi deyman-da, men tanasida deb o'yladim bunda. Lekin orqada ekan, mana qarang. Hozir. Real Madrid odam emasda bular.
Bular odam emasda, o'shaning uchun odam qatoriga qo'yishmaydi, penalti berishmaydi, boshqa ish qilmaydi, lekin bularga berishadi penalti. Baraka topsinlar. Ana uni nimasiga, emblemasiga o'xshab qolibdi, ana nemislarni, ana Misrlarni Bag'lami Misr piramidalarini. Mana shundoq tegyapti mana. Mana bundoq tegyapti. Endi Javohir odam bo'lmaguncha odam bo'lmaydi-da baribir. Ha. Bilmayman, bizga bir normalniy hakam tushmadi. Nigeriya deydi. Marrum deydi. Yo'q prosote. Ko'rdingiz, Mani balani orqamda ko'l qilsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib video olamizmi? Menga bu yo'q, sizda suv kam lekin menda to'g'ri. sizda bunaqa kirmaydi, orasi. Sizda yumaloq bo'ladi, quysiz ikki tomonga sochilib oqadi. Buna bo'lmaydi deysan-da. Ha? Ha, to'g'ri, gapingda jon bor. Uzoq safardan qaytgan er shekilli-da, yo o'ynashini bilmadim. Voy, papkani yech, so'mkani yech. Shoshmang, mana yechadi va Ha, yech. shoshasiz. Voy. Bu ana haligi pastda nimadir tushdi, kaliti tushdi shekilli pastga. O'sha kalitni olayotgandi, enkayib oladi-ku. O'zi enkayib olasizlar-ku, nimadir ana tushib ketsa. Bu ham o'shanaqa qildi-da, hozir nimadir tushib ketdi u. Javohir, sen ko'rmay qolding u yerda. Hop, ma'noda Kamera bu yoqda ekanda, to'liq obzorda olib bermayapti kamera. Ana akalar, sizlar ham shu boshqacha tushunmaylar. Ana biratda nimadir tushib ketdi yerga. Shu enkayib qarayotgandi-da, qidirayotgandi. Voy, uni qarang, ko'ziga kelyapti tili. Shuni aql olasanmi? Shuni aql olasanmi? Og'a, men mo'ylovimdan tepaga chiqolmayapti meniki. Yo'q, ey. Voy. Ot BMW minibopti-yu, og'a. Ha. Senga maqsad bo'lib bersam, maqsad yura olasan? Ha, og'a, voy, asalligini qarang. Voy. Mingiz keladi, ey, mingiz keladi bu kirtirib. Yaxshi mashina ekan-da. Qarang, Voy. Ko'y, dim yomon ekan-a. Faralari ham zo'r ekan-a, ikkita. Ha, ikkita farasi katta, cho'tki yoritadi. Kechqurun ham ana bet qo'yish shart emas bunda akalar. O'zinglar buni. O'zi tabiiy zo'rda, mana ko'ryapsizlar. Orqa lampochkalari ham zo'r yonsa kerak-a, javob. Zo'r. Ha, u orqasini ko'rish kerak. Voy. Ana. Ana. Ay. Mashina aytayapti, o'y. Mashina aytayapti, o'sraqlar. Bratam hayajonlanib ketdi. Ha. Scratch this right here for me. Very, very important stretch right here. Let me show you how it's done. We're going to have this leg come up all the way. Right here, we're going to go back and forth. Ready? 3, 2, 1. Nima 4. bu? You're going to come back right here. Right there. You're going to lean over. 4th, right here. Back right here. Getting that full range of motion stretching. 4th, right here. Ovoz qo'yilgan, Back right here. And release. Make sure you follow for daily. Qaysini? Massajist ekanda, oyoqlarni yumshatishni o'rgatyapti brat. Oyoqlarni yumshatish. Uzoq to'xtamay, ishlagandan keyin og'rib qoladi-ku. O'shani yumshatishni aytayapti brat. Ko'rding? Foydali ekan-da. Ana. Ko'rdinglarmi? Ana. Bu ham bir ibratli videoda. Germiona. Voy! Sakra endi. Nechta iti bor buni? Voy, yonyapti. Voy, bu o'ladi-yu, og'a. Tushib ketadi-yu bu. Ay, ey! Bu var endi. Voy, okey. Tushdi.
Bu yaxshi tushdi. Baraka toping. Baraka top. Tushdi, Xudoga shukr. Xudoga shukr, Allohga shukr tushdi. Trik. Qars joy. Yo'q. Joyda. Xudoga shukr. Mana shunaqa ana o't o'chiruvchilarimiz sog' bo'lsin. Har doim ko'ryapsanmi? Qanaqa vaziyatlarda yordam bersa, baraka topsin. Zo'r kasb. Mashina o'ynayapsanmi? Ha, o'yna olaman og'a. Toma. Turib o'ynab berardim-ku, hozir nito. Muzika yo'qda, hozir muzika yo'q. O'sha, mana. Go'dola azoblanarganda bugun, ha. Toshkentda tashlandiq joyda bog' Yana o'sha. Ishtonni tortib qo'ying, ishtonni kirib qopti. Ye. Ana pul tomoqchi edi, o'yinni yaxshi ko'rar ekanda opa. Ha, birga o'ynamoqchi o'tirib mana Birga yerda. o'yna. Ha, ana. Ana, yaxshi gumonda bo'laylik akalar. Gumonni yaxshi qilinglar. Vo! Zo'r bu. Qarang, orqasida Dumi ham bor ekan. Dumi ham, ha, bo'bonchikcha. Dumi ham bor ekan, ha. Qo'y yo'qmi ekan mashinaga? Muzika bu bo'ri bo'ladi-da. Ana ko'tidagi dumi oldida bo'ladi-da. Lekin akalar mursko'yi yaxshi bo'ladi lekin. Voy, qizlar ham kiysa bo'ladimi deydi. Voy. Quyon uchun-da bu. O'shaning uchun yozganda. Voy, mara, shu kerak menda. Endi qizarroq komment bo'lsin deyman-da, akalar mana. Mara kansa. Ibi. Mara. Har kuni Oyog'i sovuq qotgan ekan, oyog'ini Istayapti, noto'g'ri hayolga bormanglar. Shunaqa. Ana uy sotilar ekan. sababi hammadan qarz bor. Iltimos, mana shu uyimizni hech kimga aytmasdan Tomnida sotib oling dedi. Sraz e'longa qo'yib yubordik, xalq bilsin mashinaligini. Ko'rib turibsizlar, uyimizni yarim sotiga arxitektor cho'zmagan ekan, короче, xolagandan qilib chizgan. Uyda oldilar latok bor, arada suv bor. Ko'rib turibsizlar, Aristonga ajratmaydigan, puli ziqna, Ariston ham olmaydigan do'stingiz bo'lsa jo'natib qo'yasiz. Suvi tekinga. Yozgi kunida bitta tushadi-da, shat bitta shipinib turib, uyga chiqib ketaveradi ishga. Yana kelaverlarda qolgan gapni ichgan gapirsangiz. Holat aytganimizdek chala tashab ketilgan, ustalardan qarzimiz bor. Ponni hammadan qarz. Egasi bilmasin, iltimos uy sotuvga qo'ymang. Tomnida o'zingiz klientingizga sotib bering dedi. Aytganimizdek sirazi chiqdik. Biz o'shanaqa narsalarni tez olib chiqishga harakat qilamiz. Uyimiz 5 xona, 2 ta sanuzel. 5 ta xonaga 2 ta sanuzel matematikaga ham to'g'ri kelmaydi. Oldinlari bitta sanuzelga 10 ta xona bo'lgan, hozir 10 ta xonaga 8 ta sanuzel to'g'ri kelyapti. Bilmayman nima maqsadda sanuzelni ko'p qilishyapti. Fadval ham bor ekan, 2,5 sotiklik chala bitgan, hamma yo'g'i enasiniga kirib ketgan uyda sizlarga baraka bo'lsin. Marg'ilonda gaz yo'q joydan nima qilasan olib deydigan do'stingizga aytamiz. Gazdan muammo yo'q. Gaz yo'q, umuman umid qilmay qo'yinglar. Sababi turbalarni ham olib chiqib sotib olishgan. Turbalarni ham olib chiqib sotib olishgan. 2,5 sotik 5 xona Marg'ilonda Gagarinda. Nomer qo'yibdi rosa. Gazdan muammo yo'q, chunki gazni o'zi yo'q deydi. Turbalarni olib chiqib sotib olishgan deydi. Va bizda og'a, bizni eski mahallamizda Toshloqda turganmiz, turbalardan ana qo'rishgan uzumga so'rtok deyishadi bizda. Sizlar o'sha qo'rishganda turbalardan gaz turbasi kesib. Yo'q bo'lgandan keyin gaz yo'q dedi, nima qiladi bu turib dedi. Voy. Qani. Voy. Bu otilib chiqadi bu. Voy. Yo'q, bu boshqa narsa ekan. G'ir qilar ekan. Voy, bu tilchasi bor ekan uni. Demak, narsa ekan. Voy.
ko'r, mana qanaqa el yurtga qanaqa foydali narsalarni olib chiqishadi bu Xitoyliklar. O'shada mana qarang. Juda baraka Ko'y. topsin. Yaxshi narsa ekan. Budulnikda endi budulnik. Mana Ertalab shu videoda 55 mingta like bo'lsa, mana shu narsadan zakaz qilib konkursga yuboramiz akalar. O, ana. Ana! Vosilalar. Ochiqcha bo'ldi lekin ha. Mayli, bo'lsin akalar, topamiz mana soatni. Topamiz, Like bosinglar. zakaz qilib yuboramiz, muammo bo'lmaydi. Mana shu joyini boshiga qo'yasan, tushundingmi? Esingdan chiqmasin. Bil. Bil. Ana. One, two. Ularga qara. One, Ha, Alaq. Berma. one, two. sanayapti. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. One, Birdan 2gacha sanashni o'rgatyapti ingliz tilida. Ha. Dars shuna bo'ladi. Birinchi darslarda mana shunaqa bo'ladi. One, two. 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 To'xta, oxirigacha ko'ring. To'xta, ochmay tur. One, two. One, two. One, two. One, two. Bu One, endi- two, one, 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 two. Oh. I told you I knew how to do it better. One, Opa, sanayapti bu, sanayapti, tushundingmi? Boshida nimaga tupurdi? Endi tupursa anusi oshadi, anu xayoli bir joyda bo'ladi, tushundingmi? Ha, pulni ham tupurib sanaymiz-ku qo'lga. Mana. Ha, ketmonni olishdan oldin ikkita qo'lga to'ppa to'g'ri. keyin olishadi-yu. Bu ham opa ham o'shanaqa qilyapti. Anusini bir joyga jamlayapti, ha. Ha, ana. Baraka Bu topsa misol oladi. asbobni ushaganda, o'sha ketmonnimi, lapatganimi ushaganda, bu tuflab, bu ham o'sha asbobni o'sha tuflab turib ushayapti-da, o'sha. Albatta, toyib ketmasin deyapti-da. Ha. Ha. Mahkam ushaydi, zo'r bo'lib yopishib. Baraka topsin. Endi haligi bular ham Asalga qo'lini tiqib olgan shekilli, menimcha. Rostdan ham asalga tiqib olgan bo'lsa kerak. Rostdan ham akalar asal u, ha? Ha, opa parnoyda yotibdi shekilli. Issiq, Parno ko'ryapsan, isib terlab ketyapti. Voydod deyapti. Havo ko'ryapsizmi? yetishmayapti, havo yetishmayapti. Voy. Havo, nafas yetishmayapti. Endi parnoyga biza ko'p kiramiz, saunaga ko'p kiramiz. Mana shu vaziyat bo'ladi u yerda. Opa ham shu endi Bo'ladi. issiq xonada bo'lganda nafas ola olmayapti, tushunyapsizlar? Kimdir yelpiyapti ham, yetmaganiga qaynoq qilib. Ha, u bag'i ham bor. Mehr bilan qarayapti. Yelpib turibdi-da shamol. Ha. Baraka topsin. Bu ham savobli. Yo, men 100 mingta odam like bosib saunaga kirishgan shekilli. Yo'q, nima balolar chiqyapti og'a? Endi bo'ladi. Baribir shuncha yaxshi videoning ichida bitta yarimtasi bo'ladi. Ha, yomon, mayli, bo'ladi. Milliard dollar mana shunday ko'rinishga ega bo'lar ekan. Men hozirgi kundagi maqsadim shuncha pul topish. Bunda eng muhim narsa mana shu paddon edi. Paddonni topdik. Endi mana shu ustidagi 1 milliard dollar topsak bo'ldi. Marra bizniki. Ma savolda sanga. Ha. Bu 1 milliardni ishlataman deguncha o'lib ketadi-yu. Yo, mayli-ku ya, ishlatish mayli-ku, lekin topaman deguncha ham o'lib ketishing istatamas-ku. Nima keragi bor, lishni uni deyman-da. Endi o'zingga yetadiganini olib qo'yib sekin-sekin shpak Topganingiz yurganni ishlatib, maza qilib, hozirgi vaqtda ishlatib, maza qilib yashash kerak deysiz deydi. Baraka top. Hozir yashayapmiz-ku. Ha. Albatta, yoshlarda. Davay bos. Nimadir olyapti, qo'li yetmadi shekilli. Mana ko'tarib qo'yapti, oyog'ini ko'tarib qo'yapti. Sal bo'yi yetsin deb ko'tarib. Yordam berib yuboryapti. Yordam beryapti, nimadir olib beryapti. Yaxshi gumonda bo'laylik. Bos. Hech qachon yomon gumonda bo'lmanglar. Cosplay. Nima u? Cosplay degani shu obraziga kirib rol o'ynaydi-da. Bizlar ham 24 soat qilmoqchimiz u Roma bilan cosplay qilmoqchi. Men qorbobo, u qorqiz bo'ladi. Cosplay deyiladi o'sha narsa. Formalarda o'tirasan, obrazida o'tirasan-da. Bu opa ham Bu kim bo'lgan bu? Mahbus bo'lgan shekilliga? Yo'q, sekretar bo'lgan. Sekretar. Nega qo'li mana bog'langan bo'yni? Endi qamalayotgan sekretarda bu olgan bu. Sirlari fosh bo'lganda. Ha, yoshillisi boshlig'ini o'rniga pul olganda bu. Ha. Pora olgan sekretar. Keyin ushashgan bu. O'sha paytdagi
ana uni vaziyatni ko'rsatyapti-da bu boshqa. Ana nima bo'ladi? Ana bu gidey masala. Ana. O'g'ani bilmagan narsasi yo'q. Qaranglar, cosplaygacha bilar ekan o'g'a. Shunaqa, ha? Voy. O'zimiz yo'nalish-ku cosplay. O'sha. Sen ham bilishing kerak. Ana, o'ladi bu. Bu endi bu kreslani tekshirishyapti bu yerda. Sifatini. Aylanish sifatini tekshiryapti. Endi opa o'tirib olib, qani aylantir dedi. Aylanib ketib, qancha vaqtda to'xtashini kuzatishdi. Skelet o'shanga chiqdi akalar. Demak, uzoq vaqtda to'xtaganda. Ashunaqa. Yaxshi narsa ekan lekin. Ha. Ha bo'la. Bir to'da sovuq qotganlar. The worst thing a guy can do is to make a lot of noise. Where? Shut up! It's me who is talking, not you. Honestly, it's cutting everything. Don't talk. Just breathe slowly. Endi qarang, bu bir nimalar deydi, lekin bu yerda qo'ng'iroqchani hech kim qo'ymaganmi deyman-da. Vay, men gift tash olganimda tashab qo'yardim, og'a. Qarochi, qara. Men buni tushunganday bo'ldim. O'shaning uchun senga tarjima qildirmayapman. Javohir inglizchani biladi akalar. Tarjima qilsa bo'lardi-yu, lekin yo'q, shart emas bu video tarjima. Qo'ylar bu har xil odamlarning gapini eshitavermaylar. Shunaqa. Ha. Yu. Oy, ana. Chordo. Oy! Ana tars qildi, ko'rdingmi? Lamba सांस लो. Chodo. Oy! Nima qilyapti? U probegda aylantiryapti. Yo'q. Varras. Qarochi, opa kasalda bu opa. O'sha kasalini davolayapti. Bu o'sha yeri kasalmi? Endi yo'q, hamma narsa o'sha joyidan boradi. Ama teparoq beli kasal buni, beli tushundingmi? O'sha belidagi ularni sal pastroqdan to'g'irlayapti. Tushundingmi? Opa faqat davolaganmi? Balkim gemoroyi bordir. Ichkariga qaytarib qo'yapti. Ha, gemoroyni uni to'g'irlashmaydi-yu. Mayli, bu ham bir anoda, akalar. Nima deyman? Boshqa. Endi bu ustasi akalar, bizdan yaxshiroq biladi, ha. Shunaqa baraka. Ko'p ko'rgan, ko'p. Voy. Mana narsalar ko'raylik mana, qiziqroq. Ye. Voy! Voy, avariya bo'ldi. Birinchi avariyasi bo'ldi bu bolani. Haligi o'yin kim? Nima bu? Bolalar to'p o'ynayapti, qor yog'yapti. Voy, xudo saqlasin. Hozir bir balo bo'ladi. Voy, xudo saqlasin, ey. Ana. Yo'q, hech narsa bo'lgan. Ay! Kameraga tepdi to'p. Kameraga otishdi. Voy. Berganlik bo'yicha tuman saralash bosqichidan o'tgan ko'rinadi dedi. Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Voy, buni qarang, yo'lda qanaqa bu joyni ochib qo'yishgan bunchalik. Otishganligi maylik. Ana uni qilib bilmayapti hamda. Opa ham oxirigacha tashabdi. Yo, endi bilmadi. Yo, tavba. Ehtiyot bo'lsin. Endi akalar qarab yuringlar, baribir yog'ingarchilik ko'p, qish oylarida shunaqa bo'ladi-yu baribir. O'shada vodokanalga qarayapti. Bu apasi jillalar yopmagan hamda Javohir qara. O'zbekiston emas ekanda, og'a, O'zbekistonda bunaqa joy yo'q. O'zbekistonda qarashadi hamma joyiga. O'zbekiston emas ekan. Orqada, ana tepada. Yo'q, qarang, bu O'zbekiston emas, hozir mana qarang, mana mashinalarni ko'rasiz hozir o'tib ketishini. Mana bunaqa daraxt yo'q u. Bizda ham palmaga o'xshagan daraxt. Mana mashinalar boshqa mana. To'g'ri. Ana. Nexia bir legenda mana. Qoch. Mana Nexia bir legenda mana. Nexia o'tib ketdi deb buni qiziqtirishyapti. Nexia bir legenda. Ona yo'q. Voy, marazlar. Keldi. Aka nimani yopsangiz ham foydasi yo'q endi, aka. Oynan. Nexia bir legenda mana o'tyapti. Mana Nexia bir legenda mana o'tyapti, ha, davay.
Mana neksi bir Chiqindi leg. o'tdan. Bo'ldi endi chiqolmaydi, og'a botdi bu, orqasidan tortish kerak. Neksi bir, Vay, balon ketdi og'a o'sha. Va bu ariq qazyapti-yu balon bilan. Rostdan-da. O'tyapti, botyapti. Opasi dillalar qizdirishini. Oppa. Bashaka narsa olib beraymi senga? Nima bu o'zi? Ot qara, minasan. Voy, 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 voy. Voy! Ko'rdingmi? Ana. Olib beraymi, minasanmi? Sun'iy intellektda qilishgan ekan, og'a, buna narsa yo'q o'zi. Mana bor ekan. Beraman senga. Bor. Voy, marazlar. $608.000 deydimi? 608.244 Biz banklarda Visa kartasida shuncha pul saqlasa bo'ladi. Kamdan kam. 608. Akalar to'g'risi. Men bir marta bo'lgan gapni aytyapman. Bo'lgan gap konkretni bank nomini aytmayman. 3000 saqlaganman kartada $3000 turgan. O'sha payt bloklanib ketgan kartam. Borib yozib 2 oy kutib 2 oydan keyin ochib berishgan Javohir. Meniki ham bo'lgan, og'a, o'zidan o'zi pul yechilib minusga kiryapti, og'a, shot. $90 gacha minusga kirgan shot. Qanaqa balans minusga kiradi? Yo'q, men bu qaysi karta, qaysi Bilmayman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men ishonmayman bunga. O'shadan ko'rmagunimcha hayot go'zal edi. Yo'qolgan akamni topdim dedi. $100 berib turib, olingani bilinmas ekan. Damn, your girl so fine, but her breath is like whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to whoa. I'm iced out, ooh, looking like a star. Whoa. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Whoa. I'm Steph Curry when I damn, your girl so fine. Mashina qila olasam. Ha? Ha, easy. Voy, no. Ya endi bu Nito ko'rinadi faqat. ha, nito ko'rinadi. Belga zo'r lekin, og'a, o'shana qilib tursiz, bel maza qiladi. Belga zo'r, ha, baraka topsin. Velosipedigacha olib kiribdim ichkariga. Voy, 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 voy. Двери, пожалуйста, закройте. Понял. Ye? Доставка. Mayli. Mayli akalar. Kuryer ham yordam bermoqchi bo'ldi-da, eshikni yopib aniq. Ha, voy, nima, yomon ish emas-ku, yordam bermoqchi bu. Ana bu ishing boshqacha. Ana bu ishing boshqa. Endi o'zingga o'xshading. Ana bu ishing boshqa. Voy, maraz. Sen ham shu otang Qaynonasi kirib kelsa ya. Ana bu ishing boshqa. Qaynonasi. Qaynota bilan qaynona kirib kelsa ham Voy. Juda bir nozik masala. Qaynonasi kirib kelsa hassasini. Voy maraz. Shamollab qolmasin eris kelguncha. Voy. Shijani o'tkazib xotinni otyapti. Scratch yourself. What do we have? Another amazing Whoa. position. I'm gonna have you come down. Alright. Perfect. Just so here, you're gonna hold on to my Whoa. lower legs for this stretch right here. Oh, You're holding on okay. right here. Perfect. Directly over here. I'm holding down. We're going down a little bit to get that full pressure too. Ana. We're hitting that pressure point. Belga. Beli og'rib qoladi-yu. Really important to do this one more time. 3, 2, 1. Down Ana. exactly right here. 2 and
Ana. 10 tadan 4 podxod ishlash kerak akalar. Beli og'rib qolgan paytda 10 sразу. tadan 4 podxod. Eshitdinglar? Bu sizlar o'ylagan narsa emas. Ana bel og'rig'ini qoldirish uchun mashq aytyapti. Ha, Mashq. zo'r bo'ladi keyin. Zo'r bo'ladi, o'rganinglar. Yaxshi bo'lib ketadi. Ha, shunaqa. Noto'g'ri tushunganlar ham bor ekan. Banan bor ekanda, banan qo'yib uxlayotgan ekan o'sha. Ha, banan. Maraz qitmiragan. Endi nima qilsin? Banan endi Ya o'sha bananni topdi-da o'sha. Ha, yegisi kelganda. Yegisi kelsa yesin. Bering, akasi bitta bananingizni ham bering. Ha, bering. Okay. Yoki kesib bering. Voy. Boyagi. Ay! Yo! Haligi anginasi bor ekanda, opani, angina. Anginasi ishib ketgan ekan, javohir shamollagan ekan anginasi. Ko'rdingmi, shu daraja ishib ketganligidan o'xshamayapti-a? Yo, balki sosiskani butun ichi yutib olgan, orqadagi birat chiqaryapti, o'sha chiqdi sosiska, ichib qayt qilib chiqardi o'sha. Mana unaqa qisib chiqaradi, qisib. Ha, o'shanaqa orqasidan qisyapti, o'zi chiqdi. Ketganda. Ha, ana. Ana. Ikkinchi varianti to'g'ri edi. Mbappe nima qilyapti bu endi? Buni lekin ko'ra olmaymiz, bloklaydi. Ko'rmaylik. Ishtonidan tortibdi. Ha, baraka topsin. Bu eski o'yin ekan bu. 5000 ishlashlik endi To'raqo'rg'onda. Mayli. Xo'sh bo'lsin. 5000 shashlik? 5000 ishlashlik bormi? Endi Kuskovoy ushlab olganmi? Yo'q, kuskovoy emas, u qiyma. Ijjon shoshlik deydi. Bizda ijjon deydi. Bizda qiyma deydi. Qiyma, ha, qiyma shoshlik o'sha. Arzon sotsa ham bir bola, qimmat sotsa ham bir bola. Ichtasi 15 ming bo'lar ekan. Barazlar. Nima qilyapti? Ha, buni tashqarisini kesadi. Mana o'rtasi qoladi. Keyin toq qilib tiqib qo'yadi. Ana, ko'rdingizmi? Bo'lmadi. Qanaqa? Ochcho'rdi-ku. Vaqt tomoni kichkina. Voy. Sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Ketdi. Peshixod voqeasi deydi. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Nima bo'ldi hozir? Nima, mana tushunmadim. Nima bo'ldi? Bugun bayram bo'layotganda endi. Odam turgan ekan. Yana endi bu случайный bo'lganda javohir ular. Balki. Akalar. Yo'q, qarang, mana shuncha mana yurib ketyapti. Mashina yo'q, mana bu ko'chada qarang, mana mashina yo'q. Odam turibdi mana bu yerda. Mashina yo'q, turibdi, o'tmayapti odam. Ha. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Ha, balkim. Endi balkim. Eng asosiy sabab nima edi? Nima deydi? Ikkita kaptarga almashtirib yuborgandami? Ikkita kaptarga? Ha, o'rtoqlariga xotinim berdim devorgan. Voy xudo. Shu sabab. Eng asosiy sabab nima edi? Unaqasi ham bo'ladimi? Unaqasi ham bo'ladimi? Kaptarga xotinni almashtirib yuborib. Voy. Kaptar, meni desangiz xotiningiz bilan ajrashasiz. Menga it kerakdi, menga kaptar kerak. Yo'q, qanaqa odamlar bor, hali bittasi rostdan it kerak deb gapirib chiqdi. Endi bunisi kaptar. Mana qara, mushuk yeb kelsa nima bo'ladiki? Kaptardimi? Undan xotin yaxshida mushuk ham yeyolmaydi. O'shani aytaman-da. O tomi ketgan jinni ekan u. Xotinni ham almashtiradimi kaptariga? Voy, astag'firulloh, tavba qildim. Odamlarga nima bo'lyapti? Topasan-da, sana. Vaqt orqaga qaytarish iloji bo'lganda, qaysi qilgan xatoyingizni qilmagan bo'lardingiz? Qaysi qilgan xatoyingiz?
O'sha yerda to'xtamagan bo'lardim. Voy, Murat yordi lekin. Brat bitta gap bilan blogerni miyasini bloklab qo'ydi lekin. Kulgili gap bo'ldi. Ay. Voy! O'zbekiston ekan. Borkus. Mol miya. Uni qarang. Jentrafni qara, ahmoq to'xta. Mablag' qo'yib ketdi. Voy. Bu ag'darilib ketsa rasvo bo'lardi. Jinni ekan anu jintradagi mol miya. Shu yerda ham to'xtaysanmi? Ha. Ye? Ye, boboy. Endi yordam bermoqchi bo'ldi-da bu. Ha, tegib ketib qoldi. Tegib ketib qoldi. Ha, qo'li yetmay turuvdi. Pul topib maza topmaganlarga bu kvartirani olishni tavsiya qilamiz. Sababi turma bilan birga bir, armatura bilan betondan boshqa hech nima ishlatilmagan. Bu domimizni kvartirani lifti umuman ishlamas ekan, shirkatimiz bunga ko'ndalang qo'ygan ekan liftiga daftarini. Necha marta borildi, oyoq kiyimlarni almashtirib yubordi oxiri ko'p qatnaganimizdan shirkatga lift ishlatib beringlar desa, aytganimizda ko'ndalang qilib qo'yishgan daftarlarni. O'lgan ustiga tepgan qilib, detskiy plashatka qilib qo'ygan Stalin paytida o'shunday qoldirgan, arxivga olib qo'ygan, birontasi investitsiya kiritmagan dom. Hech kimi ishi yo'q dom pullar. Gap londasi. Kvartirani mabodoga bepulga material olib remont qilgan taqdiringizda ham sizga juda ham qimmatga tushadi. Bu domda bitta plyus tomoni sentyabrda chiqib ketasiz 7-etajga, bahorda tushasiz. Bo'lmasa qanday yo'l juda ham uzoq, 7-etajga bir marta chiqib tushasiz. O'pkangizni shunday tashlab yuborsangiz bo'laveradi. Bunga menga kerak emas. Pastki raqamlar makilalarga telefon qilsangiz ko'tarishmaydi. Liboyga telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Pastda 3 nomer qoldiryapmiz. Xohlaganingizni telefon qilib ko'raverasiz. Farg'ona shahar Kirgizlar attest ro'parasida mana shunaqa 1 tiyinga qimmat. Sani elotingda bu. Ziyonimiz ekan. Videoni bangillatib qo'yasiz, pastki raqamlarga telefon qilasizlar. Narxini 2 xonali kvartirani puliga 20 ming kizga berib olaman deyaptilar. Uyda egasi ko'zi qonga to'lib, asab o'ynab, oxiri revmatizmda yotibdi hozir Banisada. Uyimni sotib beringlar, iltimos, video vizitda gaplashyapmiz. Sizlar bilan keyingi safar ko'rishamiz. Vizitda gaplashamiz. Mana shu jiddiy ekan bu bura. Okey. Oh. Ovqat pishirishni o'rgatmoqchi. Ana. Ovqat pishirishni o'rgatdi-da menimcha. Ana. O'rganibdi. O'rganibdi ana. Ana. Vino ham tayyor. Ana. Ana o'pib ham qo'y. Mehr qolur, muhabbat qolur. Qolur. O'rgatinglar. Mana shunaqa o'rgatib turish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Ana, o'rnak. O'rnak bo'ldi. Ibrat. Baraka topsin. Yaxshi bola ekan. Qo'g'aydamiz. Shunaqa xonadonga qizingiz kelin bo'lib qolsa, ko'chani to'sib uy qurgan. umri nima bilan o'targan qarang, kengligini. Buni chiroyini qarab turing, ko'rsataman. Ertalab turib ko'chagacha shipirib qo'ysa bo'ldi deydi, mana shuncha joy shipirish. Yo'q-ho. Voy. Mahalla-yu buni o'zi. Ko'cha qani? Ko'chaga hali naryoqda ekan. Bordim, biror soatda yetib boraman shekilli. Aka yuguring, tezroq vaqtimiz yo'q. Shunaqa uy ko'rganmisiz? Bu bitta o'zini kvartira ko'rsa. Ko'chani to'sib uy qurgan bular. Ko'chani to'sib uy ko'rgan bu deydi. Rostdan kattaligini qara buni. Charchab ketdim. Uyak. Voy. Ko'chagacha shipirib qo'ysangiz bo'ldi degan joy ekan, ko'rdingizmi? Ko'chagacha shipirib qo'yasiz. Ko'chagacha shipirib qo'yasiz bo'ldi. 10 ta savolga faqat noto'g'ri javob berish kerak. To'g'ri javob bersangiz yutqizib qo'yasiz. Faqat tez javob berish kerak bo'ladi. Qani tushundingiz aka? Bo'ldi. Sir bo'lmasa, uyda kim glavniy aka? Xotinim. To'g'ri javob berish kerak emas, yutqizdingiz. Qarsak necha qo'ldan chiqadi? Bitta qo'ldan. Tovuq nima tug'adi? Buzoqcha. Buzoqcha. Tak. Oltin olma,
La'nat ol. 10 ta savolga faqat noto'g'ri javob berish kerak. To'g'ri javob bersangiz La'nat ol. La'nat oldik. Ana. Baraka topsin. Ana. Aşağı qilib o'ynab beraymi, ha? O'ynab ber. Sharaq shulg'ular taqib olishim kerak-da keyin. Mana shu videoda 55,000 like yig'ilsa, ana u boshidagi narsani ham oldiramiz. Javog'ir ham mana shunaqa formada o'ynab ber. Like bosamiz. 55,000 ta like. O'ynaysan, bilib qo'y. Yig'ishsa. Rostdan yig'ishsa ya. Voy, lekin haqiqatda zo'r chiqar ekan, o'g'a. Qilsa bo'ladi lekin buni. Epoksitdan qildi-da. Voy. Mana qara. Ha. Ana sinmaydimi? Yo'q, bu vashshi sinmaydi. Ustida tankam yursa bo'laveradi. Yo'q, hech nima bo'lmaydi. Epoksit bu. Narsa ekan lekin. Toshli qara, juda dizayni ham zo'r chiqdi. Ana noodatiy. Zo'r. Aviat yaxshiga turib ketmaganda o'tiring tashlab qo'ying. Ha? Anlamıyorum. Ha, sen turibsan. Ben bir biliyorum. Taksi bekliyorum. Ha, bir saat. Evet. Çağırdın mı? Çağırdım, Yandex geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Ya ben geziyorum işte. İyi, güzel. Çocuk hırsızıyım. Ne hırsızsın? Çocuk hırsızı. Öyle mi? Evet, dışarıda böyle hani tek başına gezen çocukları kaçırıyorum ben. Yani beni de çocuk olarak mı görüyorsun? Yani biraz. Kaç yaşındasın? Benim yaşım büyük. Şuna bak ya, bela mısın sen akşam akşam? Vallahi başına bela. Keçası başlığı falan var. Abin dışarıda bir kız geldi böyle yazıyor onlara. Ya, öyle bir şey var mı? Babanla abini düşünmüyor musun sen? Qaytardın ya dediler de inan keyin o'ylamaysan. Beklentide böyle bir laf var. Gerçekten. Evet. Dünya tersine döndü arkadaşlar. Teskari dunyo bo'lib qoldi. Senga o'xshagan qizlarni biz erkaklar ko'chada yura olmaymiz. Ama dışarıda nasıl kalamayız. yapıyorsunuz kızlara? Ben de aynısını size yapıyorum valla. Ama ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Nasıl bir erkek? Yani Sen bilgan erkaklardan emasman dedi. Şakıl yaptı. kızın arkasına bir evine götürdü ya. Doğru ki ya kız arkasından çıkıyor. Naz yapmıyorum gerçekten, gelmek istemiyorum. Beni Korkma namusuna dokunma. Namus getireyim. Sana kendimi dokundurmayacağım. Bir şey söyle, gerçekten seni biri mi gönderdi? Rost sen kimdir yuvardı mı seni ben yanımda? Kim gör? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Devlet başkanı falan mısın? İşte bilmiyorum, bir anda seni sen de kendini Niye böyle geldin hissettim. buraya? Nereye? Buraya. Özbekistan'a. Taşkent'te iş yapmak için. İyi tamam. Eğer şu an benim motorumu bilmezsen Taşkent'te falan sen iş yapamazsın. Sen buranın mafyası mısın? Sayılır. Gerçekten. Valla. Emin misin? Evet. Bak polis çağırma. Vallahi gerçekten bak canımı sıkıyorsun. Dur. Polis arayıp ne diyeceksin? Bir kız beni taciz mi ediyor? Evet. Ne diyeceksin? Namusuma dokunuyor. Zorla namusuma dokunuyor, beni alıp götürüyor. Namusun götürüyor. Vallahi diyorsun. Ne diyeceksin? Sen niye polis arıyorsun şu an? Diyeceğim mafya. Selam aleyküm. Abi bir tane kız motorla gelmiş benim önümü kesmiş. Tamam mı? Yani beni zorla motora bindirmeye çalışıyor kız ya. Ya sen Ben manyak polis çağırmak istiyorum ben. Rostdan telefon kıldım içinde. Rostdan telefon vardı. Scratch this for me? Bular ham yomon bir charchamagan odamlar ekan I'm ey. gonna have you go down. I'm gonna lift you up. 3, 2, 1. We are airborne Bunisi right nimaga? here. Give me this leg right here. There you go. Just right here. Now we're gonna go up and down. 3, 2, 1. Go down. Bend your elbows. Yep. Good 3, boy. 2, 1. Bring it back up. Ana One more time. belga 3, ekan bu, 2, belga 1. ekan. Get a little closer. Maza Over qiladi, here. og'a belis, mana shunaqa qilsa. Bend those elbows down Qarang, right there. mana, Just mana, right mana. there for 2, for 1, and back up. And Buni saqlab qo'yib yaxshi narsa ekan. Bel maza qiladi. Ha, bel og'rig'i keldi, foyda. Sizdan o'tmaysin.
Ha, oldin bu trendni ko'rganman. Hozir boplayman. Shoshmay turing, o'zimda paket bor. Shunda olarsiz. Filmga qarab kulib qo'ysam kulmay qoladi. Mana qarang. Voy. Tepadan qarab turibdi. Tepadan qarab turibdi eshak. Ye? Ha. Futbol atmay bo'ldi. Futbolni ko'rmaydiganman. Futbolni ikkinchi taymdan ko'radi. Vohi boqmaydi ona. Shundan mahallani boshlama. Hozir voy, xo'p, mana kiryapman. Amirsoyim. Mahallani boshlama. Shundan mahallani boshlama. Voy! Nimani otdi? Motordan. Assalomu alaykum. Servisda Matiz avtomobilni motori qisib oldi deb olib kelishdi. Men tuni yopmabdi. Benzin sachrab ketdi. Voy. Betiga tupurganday bo'ldi. Bu ba'an. Oh! Free Fire o'ynayapti. Free Fire'ni qo'yib qo'ygan ekranga. Ha, ko'pchilikni ko'ti kuyyapti hozir. Shunday alamlar qilyapti hozir. Allahu akbar. Oh! Voy! Volkswagen. Voy, reklamani qarang. Mashinadan chekkaga chiqmadi o'zi. Voy! Ha, buni tushuntirolmayman. Buni bilmayman. Barakasini bersin. Ha, voy, qarang, shamol yaxshi narsa. Boyaga quyonni kiygizib qo'yish kerak-da. O şey, ha. Ya, sopla. Yarashadi. Yarashadi, ha. Опа. Опа. Благодарю. Нет, 37. Вы должны были тут сказать, что это... А я жену люблю, и ей это скажу. Nima deydi? Ayat nima? Men xotinimni yaxshi ko'raman deyapti. Опа. Ha. Nimadir deyishing kerak-ku, qarichi qiz aniq undovdi, xotinimni yaxshi ko'raman deb aniq qilib qo'ydi. Ha. Men ham shunaqaman-da, og'a. Yo'q, Ha. Sen ham xotiningga anavsan-da.
Men ham xotinimni yaxshi ko'raman deyman. Endi u Sodiq. 29 yoshimda 37 yoshli xotin menga gapirsa o'shna deyman-da. Bir 25 yoshli, 20 yoshli qiz bo'lsa ekan, unda boshqa gap. Unda boshqacha gapirasanmi ularga? Ha? Vijdoning yo'qmi sani? Hazillashdim. Yo, hazillashdim. Men xotinimni yaxshi ko'raman deyman. Necha 15 yoshli qiz chiqsa ham o'shna deyman, bo'ldi. Yoningga keldi shekilli ya. Hazillan. Yo'q, men o'zim o'shnaqa deyapman men. Hech kim majburlagan yo'q meni. Shunaqa Javohir Sodiq xotiniga. Ha. Meni o'zi ismim Sodiq bo'lgan. Qo'ydim deyki. Zapa qancha vaqtda pishadi? Tarbiya qanchada tayyor bo'ladi? 10 minutda. 15 minutda. Tezlashtirishda iloji bormi? Diyorbek tezlashtirib bering. Tezroq qish. Like Moskva yoshiga. Tezroq qish. Diyorbek rostdan hammaga qo'ygan ekan. Montaj qilib olamiz mayli. Instagram'ı galereyada böyle yüklep yatıştım hanımca bile. Vay! Vay! Oh my! Lanetçilik bok! Odamı qutqargan emas, o'ldirgani ketdi. Oo. Mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Nima qilyapti? Voy ma. İjodkor inson ekan ha. Ko'rdingizmi, san'ati bor ekanda, san'ati bor ekan. Ijodni yaxshi ko'rar ekanda. Bak, menimcha mana shu yerda yakunlasak ham bo'ladi. Normalniy video bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Shunaqa. Ko'rdinglarmi, bugungi videomiz ajoyib o'tdi degan umiddaman. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va 55 mingta like esinglardan chiqmasin. Kanallarga obuna bo'lib, o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Ha do'stlar, like bosinglar, izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.